Hammaga salom. Sizlar bilan Ojakbar. Va siz mening kanalimdasiz. Bugungi videomizda biz albatta yangi video Robloxdan olyapmiz. Va biz bugun bitta o'yinga qaytdik. Mертвые рельсы degan. Va albatta o'yinni boshida like bilan qo'ng'iroqcha va biz boshladik. Agar qachon ko'rgan bo'lsang, videoni nimaga video chiqmayapti desang, просто montajda to'g'rilayman. Montaj bilan ishlashni boshladim. Endi esa ketdik. Va mana o'rtoqlar, biz mana shu o'yinga keldik. Va biz bu videoda nima qilishimni aytaymi? Biz oddiygina o'ynaymiz. Va men mana shu o'yinda o'rgatishim uchun keyingi videoda like bosing. Mana shu videoda like bossangiz, короче, o'rgataman. Qanday mana shu o'yinda o'ynab yutishim mumkin. Конечно, lekin men tan olaman, bir marta ham o'zim yutmaganman. Lekin yutishni bilaman. Просто benzin yetmaydi. Va birinchi sizga anuvim bor. Mayli, baribir o'rgatay bu videoda. SMS kerak. SMS bizga kerak emas. Va bizning birinchi anuvimiz life hackimiz. Mana bunday qilasizlar. Mana shu gazetani olasizlar, mana ровный mana shu yoqqa svarka qilasizlar. Mashinani turish uchun. Endi sizlar uchun bu qiyin emas. Va nimaga mana shunday qo'yib qilyapsizlar demoqchisizlar, to'g'rimi? Masalan, mana kechqurun bo'ldi mana. To'g'rimi? Qizil oy bo'ldi. Sizlar bilmaysizlar benzin yo'q nima qilishdi. Sakrishlarda mana shu yoqqa kirib shaqqa olasizlar. Bo'ldi. Sizlarga mayli urun beradi, bir ikki marta shu ham. Va shunda ham 1-2 marta urun beradi. Siz faqat arzuingizni tayyor turg'izingda. Keyin sizga tegin olmaydi. Va biz endi qilamizda. Va bu video eslaringda emas, to'g'rimi? Hozir montajchilar. Men ko'z montajyorman. Hozir men esimdan chiqmasa, mana shu qaysi videodagi ana qo'ysam kerak, qarang. Hozir bu yoq o'ng, bu yoq chapda, mana yoq chap, bu yoq o'ng. Mana shu o'ng tarafda ekraningizda shu video chiqishi kerak. Endi men anoqim va'da bermayman-ku. Просто ko'p vaqt ketadi. Короче, shaharga borsak, sizlarni chaqiraman. Va yo'lda ketgunimizcha shahar keldi deb o'ylamang. Men sizlarga bitta ikkinchi life hack'im bor. Miner degan klassni sotib oling. Uy, bandit. Miner degan klassni sotib olsangiz, ikkitasi bo'ldi, 3 ta. Короче, sotib olsangiz shu klassni so'tnichi tur. Mana toshlar chiqadi. O'ldirib ko'raymi o'rtoqlar? Bu branchlarım qayerdan chiqdi? Ketdik. Sahar chiqmaguncha. O'rtoqlar, ana yerda tosh bor, nimaga olmayapsan desalaring, sizlar bilgan bo'lsalaring kerak, mana kechqurun chiqdi. Men sizlarga aytmoqchiman, qanday
ana poyezd tagiga kirasizlar mana. Shunday qilasizlarda, bosib turasizlar va mana kirdilaring. Bo'ldi. Mana shunday atigi 5 minutgina tursalaring, aytaman sizlarga. 5 minut turasizlar va sizlarda bemalol hech kim o'ldira olmaydi. Va mana endi kutamiz. Va mana o'rtoqlar, mana bu ikkita mana. Masalan, bunday turdim. Ular gazetaning orqasida turdi. Men uryapman. Keyin o'ldirganimdan keyin qandaydir bug bo'lib qoldi, men ichiga kirib qoldi. O'lgandan keyin ichiga kirdi. Ular ichiga kira oladi deb o'ylamang yani. Hozir men mana yerda ham o'ldirganman. Oray. Va ko'mirni oldiga boramiz. Bu o'rtoqlar, yana bir marta sizga life hack. Ana bori shifr. O'qdan shifr. Mana ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Bitta toshga sindirsalaring, anu beradi. 3 ta ko'mir yoki 2 ta yoki bitta. Faqatgina 3 tadan bittadan 3 tagacha bo'ladi. 10 tamni yetish olmaydi. Bitta ko'mir tiqoramiz o'rtoqlar. Hozir to'g'ri shahargacha boramiz. Shahargacha. Mana zo'mini ham tiqoraylik. Bo'ldi, ketdik shahargacha. Va mana bunaqa oltinlar chiqadi va temirlar chiqadi. Temirlarni, oltinlarni sotsa bo'ladi. Ne qilib olaray? Nima bo'lyapti? Mana. Mana shularni sotsa bo'ladi. Va hozir men o'sha shaharga yaqinlashyapman. Buni svarka qilib qo'yamiz. Poyezd ichiga ham svarka qilib qo'ysa bo'lardi-yu, lekin baribir-da. Bizning yoqtirgan shaharimizga keldik. Va bitta sizlarga gap aytaman. Har doim boshida boshlasalaring 7000-8000 kilometrda shahar chiqadi va u har doim kichkina shahar bo'ladi. Chunki menga razrabochka aytdi. Otilmayapti. Nima bu? Yaqindan kelib o'tish kerak. Ko'ryapsizlarmi shuni? Qarshi tozalaganimdan keyin aytaman. Nima bu o'rtoqlar? Qarshi, men sizlarga nima xohlayotgan bo'lsalaring shuni ko'rsatib berdim. Va siz o'rtoqlar, va sizlar bilan Xo'ja Akbar edim. Albatta kanalimga obuna, like, qo'ng'iroqcha albatta 50 ta obunachiga maqsad qilamiz stream qilishim uchun. O'sha stream faqat sizlar uchun bo'ladi. Konkurslar, hamma narsa bo'ladi. Faqatgina obuna, like, qo'ng'iroqcha va bo'ldi. Yangi videolarda chiqarib olmaysizlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Xo'ja Akbar edi. Albatta kanalimga obuna, like, qo'ng'iroqcha. Nechinchi marta aytyapman buni bilmayman. Nima bo'ldi? Va hammaga xayr. Va oxirgisi, shifrga kelgan bo'lsalaring oxirida boziq qilmanglar, qaramanglar. Shifrda oxirga kelgan bo'lsalaring, sizlar shifrda olasizlarda ko'p nima ichasizlar, nima edi nomi? Ko'p moy ichasizlar. Shunaqa doktorxonada bor bitta moy. Ruscha o'qishni biladiganlar biladi. Zmina masla degan. Ne? Короче. Shunaqa nima bo'ladi? Shunaqa degani o'rtoqlar. Va uyning ichiga kirib shifr bilan yopasizlar va hech kim hech nima qila olmaydi. Hammaga xayr, sizlar bilan Xo'ja Akbarda. Xayr.